bir lahza sukut saqlaylik. Baxtimiz qurboni bo'lganlar haqqa, nomlarini yod etib bir yo'qlaylik. Xalqim deb, yurtim deb o'tganlar haqqa. Xotira muqaddas va abadiydir. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. May xotira va qadrlash kuni xalqimizning asriy qadriyatlari, ulug' fazilatlaridan biridir. El yurtning tinchligi, osoyishtaligi, erku ozodligi yo'lida kurashgan insonlar xalqimizning ardog'idasiz. Kel do'stim, bir lahza sukut saqlaylik. Shu qutlug' dargohni qilaylik tavob. Vatan ishonchini dildan oqlaylik. Elu yurt chekmasin sirasida. Xotira bor ekan, tirikdir millat, tirikdir iftixor, tirikdir g'urur. Xotira abadiydir. Qadr muqaddas. Mening bobom Ikkinchi jahon urushida tirik qolmagan. Bu urush kulfati qancha xonadonlarni otasiz, qancha onalarni farzandsiz qoldirgan, qancha ayollarni bevaga aylantirgan. Shu urush tufayli har bir xonadonga og'ir jarohat yetgan. Men orzu qilamanki, hech qachon birorta oilada hech qachon bunaqangi jarohat qaytmasin, yurtimizga tinchlik qo'ysin. O'sha davrda bir qancha insonlar vatan uchun sherdek olg'a intilib, jonidan kechgan mardlar o'tdilar. Hozir aytmoqchi bo'lganim ozginagina shu bobomga atab bag'ishlamoqchiman. Nomardlar ham o'tdilar, xoinlar ham o'tdilar. Bobom deylar tarixda mardlarga shan bitdilar. Siz quchgan g'alabadan g'olib yuribman bobo. Nomingizni faxr ila olib yuribman bobo. Yurtimizda tinchlik bo'lsin. Serzarda zamonlar o'tdilar qator. O'tdilar yillaru oylar rang-barang. Moziydan bugunga yetmasdi ovoz. Bo'lmaganida xalqim sening xotirang.